Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turgandan xursandman. Bugun sizlar bilan tor haqida gaplashamiz. Tor dunyo bo'yicha juda mashhur cholg'u asbobi hisoblanadi. Asli kelib chiqishi o'zimizning Xorazmga borib taqalsa-da, ko'pchilik buni Ozarbayjondan chiqib kelgan va keyinchalik bizda Komiljon Otaniyozovdan keyin mashhurlashib ketgan deb o'ylashadi. Lekin o'sha tarixiy qazilmalar, arxeologik topilmalar shuni isbotlaydiki, tor xuddi shaxmat kabi O'zbekistonda o'sha o'zini tarixini qoldirgan, keyinchalik balki sal mashhurlashmagan bo'lishi mumkin, Ozarbayjondan yana qayta kirib kelgan desak to'g'riroq bo'ladi. Tor cholg'usi odatda 9 ta yoki 11 ta simni o'z ichiga oladi. Buni yana bir turi bor. Eronda yasaladigan turi. Unda atiga 6 ta bo'ladi. Shakli ham sal farq qiladi, lekin nomlanishi, sozlanishi bir xil. Ovozida farq qiladi ozroq. Xo'sh, torga asosan tut daraxtlaridan ishlanadi. Kosaxonasiga ko'rib turganingizdek 8 ning sati oladi. Dasta qismiga mustahkam yillar davomida o'sha egilmaydigan, keyinchalik qiyshaymaydigan daraxtlardan bizda o'rik bilan yong'oq ishlatiladi. Albatta bular ham o'ziga yarasha vaqt talab qiladi, quritiladi, qayta ishlanadi. Keyin 3-qismi torni quloqxona deyiladi, go'shakxona deyiladi. Ko'rib turganingizdek quloqxonalardan mana shunaqa yig'iladi bu asosan. Kosaxona esa bir butun o'sha bo'lak daraxtdan, kundadan shunaqa chiqarib olinadi. Buni ichlari to'liq o'yilgan, ustlari shunaqa shakl berilgan. Yuzasiga esa juda qiziq bir ma'lumot bo'lib qoladi. Buqaning yuragida o'sha tashqi qismida pardasi bo'ladi o'zini. O'sha taraf qoplanadi. Boshqa millatlarning torida esa asosan qo'yni, qorni qoplanadi. Ularda bizda yurakni pardasi qoplanadi. Simlari, xo'sh, sozlanishi bizdagi standartlarga ko'ra la, mi, si, do, keyin chinglar la, mi sozlanadi. Bu yerda asosan cholinadigan 3 ta sim bor, 3 ta ikkitalik sim bor, ya'ni 6 ta sim. Bular la, mi, si. Qolgani bas, ochiq bas, ching, la bular alohida sozlanib, o'sha ochiq ovozlarda chalinadi faqat. Ko'pchilikni qiziqtirgan bitta savol bor. O'sha musiqa sohasiga qiziqadigan o'sha keladigan mehmonlarimizdan ham so'rashadi. Qancha muddatda tayyor bo'ladi deyshadi-da. Men ularni sal nima deydi, hayratda qoldirish uchun aytaman. 5 yildan 10 yilgacha vaqtimizni oladi desam, juda ajablanib o'sha hayron qolishadi. To'g'ri, 5 yildan 10 yilgacha vaqt ketadi. Bu o'zini bosqichlarida ketadi. Birinchi yangi daraxtni kesib olishdan uni quritishgacha bo'lgan muddatni o'ziga 5 yildan 10 yilgacha ketadi. Tayyor qurigan kundani bu holatga olib kelish uchun 3 oydan 6 oygacha vaqtimiz oladi. Keyin yana bir qiziq ma'lumot bor. O'zbekiston hududida yasaydigan usta hunarmandlarni har birining, masalan, ular 5 tadir, 10 tadir, har birining o'zini ish imzosi bor. Cholg'u instrumentini ko'rasiz, asbobini ko'rasiz. Agar siz shu sohaning ichida bo'lsangiz, buni mana bu usta yasabdi, buni bu usta yasabdi deb tanib ola olasiz. Xuddi ularni masalan rassomlarning ishiga qarab, bu Van Gogh, bu Da Vinci deganingiz kabi bular ustalarni ham shunaqa ishidan tanib olsangiz bo'ladi. Mana bugun biz sizlar bilan torning yasalish jarayonlari haqida gaplashdik. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha xayr.